Assalomu alaykum do'stlar. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega har bir davlatning o'z bayrog'i, gerbi va madhiyasi bo'ladi? Bu belgilar shunchaki bezak emas, balki xalqning o'zini o'zi tanitishidir. Masalan, bizning bayrog'imizdagi har bir rang va belgi chuqur ma'noga ega. Ko'k rang osmon va hayot manbai bo'lgan suv, oq rang tinchlik va poklik, yashil tabiatimiz va yangilanish ramzi. 12 ta yulduz qadimiy ajdodlarimiz taqvim tizimidan esdalik. Gerbimizda esa humo qushi tasvirlangan. Bu baxt va erkinlik ramzi. U qanotlarini yozib, bizning kelajakka intilayotgan xalqimizni ifodalaydi. Madhiyamizni esa tinglagan har bir o'zbekistonlik qalbida faxr tuyg'usini sezadi. Olimpiadada sportchilarimiz g'olib bo'lganda madhiyamiz yangrashi eng katta sharaflardan biridir. Shuning uchun aziz yoshlar, vatandoshlarimiz, bayroqni hurmat qilishning o'zigina vatanparvarlik emas, balki millatning sha'nini himoya qilishdir. Bayroqni ko'tarib yurish, vatanni ko'tarib yurishdir. Omonlikda ko'rishguncha.